سۆيەرلەرنىڭ ئىچكى دۇنياسى. ئاپتورى ناۋارو. Biz daim uçurtup turduğan öz söyerlik yoki öz meptulluq. Narsisizm ibarəsi zadi nimedin derak beridi? Acaba bu nuqul hammaning diqqətini tartishqa herisman yoki o'zining taq-turqidan mabdum bo'lib ketgan kishilarni ko'rsatamdi? Yoki buningdinmi keng ma'nini o'z ichiga olamdi? Ruhiy kasalliklar ilmida o'z mabdulliqqa, imtiyoz ingi yoki haddidan tashqari mabdulluq talabi degandek muayyan xulqlarga ega bo'lish deb aniqlama beriladi. Lekin kundalik turmushda haqiqiy o'ziga mabdun bo'lg'uchilar zodi qandoq bo'ladi? O'ziga mabdun bo'lg'uchilar bilan birga yashab boqqan yoki xizmat qilib boqqan har qanday kishi ularga o'zini boshqalardan tamoman farqliq, ya'ni afzal deb qaraydi. Boshqalarni ancha ko'zga ilib ketmaydi deb baho berdi. 2 yoshlik bir bola har vaqt boshqalarning diqqatini tortishga urinsa, biz buni to'g'ri tushunamiz. Chunki bu bolaning o'sib yetilish jarayonidagi normal hodisa. Ammo 40 yoshlik biri har vaqt e'tirofga, maqtashga erishishga urinsa, shundaqla bu jarayonda bizga azor bersa, buni to'g'ri tushunmaymiz. O'ziga mabdum bo'lg'uchilar atrofdagilarga nuqul holda ularning kim ekanligi va shu holatdan o'zgarishni xohlamaydiganligi sababli azor berdi. Bu gap anglamoqqa sal oshirib aytilgandek qilsimi, lekin siz o'ziga mabdum bo'lg'uchilardan azor yegan kishilarning kechmishlariga quloq solsangiz, bu yakunning to'g'riliqini his qilasiz va bundoq o'ziga mabdun kishilar bilan aloqa qilishning qanchalik ziyonli ekanligini ana shu chog'da tunib yetalaysiz. Agar siz o'ziga mabdun bir xo'jayinning qo'lida ishlab qolsangiz, u sizni jismoniy yoki ruhiy jihatdan betob qilib qo'ya oladi. O'ziga mabdun bo'lg'uchi bilan birga yashashning oqibati texim ig'ir. Men xatarlik insonlar degan kitobni yozish jarayonida o'ziga mabdun bo'lg'uchilardan zaxmi yegan nurg'un odam bilan paranglashdim. Men baxtsiz balaliq, halokatlik nikoh va odamni hordirib etadigan munosabatlar haqidagi talay hikoyalardan shundoq bir yakunga erishdim. O'ziga mabdun bo'lg'uchilar o'zini shunchalik alaydi hisoblaydi ekanki, ularning nazarida o'zidan boshqalar hech nimaga arzimaydi ekan. Men o'ziga mabdun bo'lg'uchilarning ziyonkashligiga uchraganlarning kechmishlaridan hech bir tibbiy kitobdan topqili bo'lmaydigan ba'zi saboqlarga erishdim. Mencha buni o'rtoqlashish hammamizga foydali. O'ziga mabdun bo'lg'uchilar o'ziga qanday qaraydi? Birinchi, men o'zimni yaxshi ko'raman. Shundaqla seningmi meni yaxshi ko'rdiganligingni va yoki hurmatlaydiganligingni, cho'ng bildiganligingni bilaman. Amaliyotda hammalar shundaq. Ya'ni jimi inson meni yaxshi ko'rdi, cho'ng biladi, hurmatlaydi. Men dunyoda bundaq emas birarsi borligini tasavvur qila olmayman. Ikkinchi, men apu so'rab yurmasammi bo'ladi. Buning aksicha, men nima qilishim va nima deyishimdan qat'iy nazar, sen cho'qim meni to'g'ri tushunishing, menga keng qo'rsoq bo'lishing kerak. Uchinchi, bu dunyoda mening tangdishim kam tepiladi. Shundaqla ta hozirgacha men bundaq birarsini uchirtib baxmadim. Men eng yaxshi,
boshqurg'uchi, tijoratchi, loyiq, o'quvchi va hokazo. 4-chi, kishilarning nurg'uni talabga loyiq emas. Mening yetaklishim bo'lmasa, boshqalar nima qilarini bilolmay qoladi. 5-chi, men dunyoda tuzum va majburiyat degandek narsalarning bo'lganidan to'limi xursand. Ammo bular asosan boshqalar uchun ishlatiladi. Chunki mening bu qoida tuzumlarga rioya qilib yurishga vaqtim ham royim yo'q. Yana kelib qoida tuzum degan oddiy odamlar uchun tuzilgan bo'ladi. Men bundaq oddiylikdan ko'p ustunman. 6-chi, men sen uchun qilayotgan va qilib bo'lgan butun ishlardan minnatdor bo'lishingni talab qilaman. Chunki men haqiqatan ajoyib qaltis va nuqsonsiz. 7-chi, men bizning tang saviyada bo'lishimizni orzu qilaman. Lekin biz tang saviyada emas. Ham mangu undaq bo'la olmaymiz. Men o'zimning bu uydagi eng aqlli odam ekanligimni, shundaqla maktabda, kasbda va ota-ona bo'lish jihatda naqadar qaltis ishlarni qilganligimni takror saminga solaman. Sen cho'qim bulardan xursand bo'lishing kerak. 8-chi, men hakavur, poch ko'rinishim mumkin. Ammo buning kirayti chog'liq. Men faqat har qaysingdek oddiy laqva ko'rinib qolmasamla bo'ldi. 9-chi, men nima qilgan bo'lishimdan qat'iy nazar cho'qim menga sodiq bo'lishing kerak. Lekin har qanday vaqtda mendan sadoqat kutma. 10-chi, men seni tanqidlayman. Shundaqla sening uni qabul qilishingni umid qilaman. Lekin sen meni tanqidlab qolsang, bo'libmi ommaviy so'rinlarda to'lib tashqan nafrat bilan sana etilaman. Buningdan sirt bu qilg'iningni menga unutib qolmayman, ham kechirmayman. Shundaqla allaqanday shaklda o'chimni olmay qo'ymayman. 11-chi, sen cho'qim men ro'yobga chiqargan ishlarga va men demoqchi bo'lgan gaplarga qiziqsan. Lekin dal shuning aksicha men sening nimalarni vujudga chiqarganligingga yoki boshqa har qanday ishingga qiziqmayman. Shunga sana qiziqishimni kutma, sen bilan parvoyim palak. 12-chi, men boshqalarni tizginlashga heris emas. Men faqat ishlar deginim bo'yicha bo'lskan deb o'ylayman. Buning boshqalarga qanchalik qulaysizlik tug'dirishi yoki ularga qandayroq ta'sir berishi bilan chotqim yo'q. Boshqalarning hissiyotini o'ylashib o'ltirmayman. Hissiyot, pesiyot deganlar faqat ojizlarda bo'ladi. 13-chi, men har vaqt qilgan zarrachilik ishim uchunmi minnatdorlik talab qilaman. Sana kelsak, sen faqat deganimdek qilsanglar bo'ldi. 14-chi, men faqat eng sarxil kishilar bilanla bodikeldi qilaman. Shunisi aniqki, do'stlaringning ko'pinchisining buningga sharti to'shmaydi. 15-chi, agar sen deganlarimni bejo keltirsang, ishlar texim yaxshi bo'ladi. Sizning tasavvur qilganingizdek yuqorqiga o'xshash tafakkur qiladigan yoki ish bajaradigan biri bilan birga yashash yoki xizmat qilish ba'zi mushkul. Bu xil kishilar bilan birga yashab, xizmat qilib boqqanlarning sarguzashtlari bizga shularni o'rgatadi. Agar siz yuqorida bayon qilinganlarni esingizda tutolmagan bo'lsangiz, tovandagilarni cho'qim yodingizda ching tuting. O'ziga mabdum bo'g'uchilar o'zini cho'ng ko'rib, boshqalarni tovan ko'rdi. Bundaq kishilar sizga hargiz barobar muomala qilmaydi.
sizni hargiz hurmatlamaydi. Shundaqla ular doim sizni cho'kirish orqali o'zini gavdalantirmoqchi bo'ladi. O'ziga maftun bo'g'uvchilarga qarta savarchan bo'lish. O'ziga maftun bo'g'uvchilarning xarakterini va ularning o'ziga qanday qaraydiganligini bilishdan sirt, ular bilan barda keldi qilishning oqibatini bilishmi o'xshashli muhim. Balalarimizning, yaqin urug' tuqqanlarimizning, yashanganlarning bu jihatda, ya'ni o'ziga maftun bo'lib qilishda boshqa tanlashi bo'lmasligi mumkin. Bu xil ahvolda do'stlar, tuqqanlar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, sheriklar va xizmatdoshlar ularni qo'lidan kelishicha qo'llashi, ya'ni ularni tashlab etmay, to'g'ri shaklda yetaklashi lozim. Ammo undaq qilish zaruriyati yo'qtiruqliq, iqtisod, sharoit qatorliq omillar yoki boshqa murakkab munosabatlar tufayli o'ziga maftun bo'g'uvchilar bilan bo'lgan bu xil munosabatni davomlashtirmoqchi bo'lganlarga deydiganim shuki, ogoh bo'linglar, bu tanlashinglar uchun cho'qim badal to'laysizlar. Men bu gapni tajribamga va ziyonkashlikka uchirgan nurg'un kishilar bilan qilgan suhbatlarimga asosan da'vataman. O'ziga maftun bo'g'uvchilar bilan birga yashashni yoki ishlashni tanlaganlar cho'qim tövəndikidək oqibatlarga duchor bo'lishga tayyorlanib qo'yish kerak. Birinchi, o'zingizning uning tangdishi yoki do'sti, hamroyi emasligingizni e'tirof qiling. Chunki o'z maftunlarning nazarida o'zining tangdishi yo'q. Ikkinchi, siz his qilayotgan tashvish, g'am, ishonchsizlik, maslashalmaslik qatorliqlarning hammasi real tuyg'ulardir. Shundaqla siz o'ziga maftun shu kishi bilan munosabat qilgan muddatda bular izchil davomlashadi. Uchinchi, o'ziga maftun bo'g'uvchilar o'zini cho'ng ko'rdigan bo'g'achqa tabiiyla sizni tuvan ko'rdi. Shunga takror ko'zga ilinmaslikqa tayyorlanib qo'ying. To'rtinchi, siz o'zingiz hech qachon tasavvur qilib boqmagan muomalalarga uchraysiz. Yomon so'zlarni anglaysiz va sizdan mushularga chidash talab qilindi. Beshinchi, sizga qanchalik qolaysizlik tug'dirishidan qat'iy nazar, o'ziga maftun bo'g'uvchilarning ehtiyoji, talabi va istiki har qachon birinchi o'rinda turdi. Altinchi, o'ziga maftun bo'g'uvchining go'yo oranglarda hech bir yaxshi munosabat bo'lib boqmagandek, sizni tuyuqsizlar silkishlishiga tayyorlanib qo'ying. Tuyuqsizlar zarbaga uchirganda, bu o'ngimmi, tushimmi deb qilishingiz mumkin. Lekin buning reallik ekanligida shak yo'q. Yettinchi, o'ziga maftun bo'g'uvchilar chiroyli muomala qilganda voyaga yetkazib qilalaydi. Lekin siz buningdan yanada amin bo'lolmagan bo'lsangiz, bu shuning uchunki, u xil chiroyli muomala chin emas, balki rol ilishning mahsulidir. Yaxshi muomala o'ziga maftun bo'g'uvchilarning ijtimoiy munosabatni saqlash, o'zi arzu qilgan narsalarga erishish yo'lidagi quroli bo'lib, bu xuddi tomga mix qiqish uchun bolqiga muhtoj bo'lgandakli bir ish. 8. Siz o'ziga maftun bo'g'uvchilarning yaxshi muomalasidan to'liq xursand bo'ladigan bo'lib qolasiz. Chunki bundaq muomala ancha ko'p uchirmaydi. Lekin ularning yaxshi muomalasimi faqat yuzaki hodisa bo'lib, alla nimalarni maqsad qilgan bo'ladi. 9. O'ziga maftun bo'g'uvchilarning odatdagi ochiq bilan emas, balki to'lib toshgan g'azab nafrat bilan tuyuqsizlik devaylab kelishiga tayyorlik ko'rib qo'ying. U chaqda cho'qim hujumga uchirgandek
va g'ururingiz dafsanda qilingandek tuyg'uda bo'lib qolasiz. 10. O'ziga maftun bo'g'uchilardagi adab axloq, siyliq sipoyilik deganlar faqat quruq so'zdan iborat bo'lib, ular buni o'z manfaati uchun xizmat qildirishga to'liq moyir. 11. O'ziga maftun bo'g'uchilar haqiqatni qayirib qo'yib, yolg'on so'zlayverdi. Chunki yolg'onchilik ularning boshqalarni tizginlashdagi unumlik qurollardan biri. Agar siz ularning biror yolg'onchiliklarini yuziga solsangiz, ular darhol sizni kazzob deb ayiblaydi yoki sizga xatolashganligingizni, uqishmaslik bo'lganligini aytadi. Әні shu chaqda qaytirib hujumga uchrashga tayyorlanib qo'ying. 12. Agar siz ularning har qanday vaqtda, hatto eng nomuvofiq paytlardami o'zi haqida gap qiladiganligini bayqagan bo'lsangiz, bu hargiz sizning xato tuyg'ungiz emas. Ya'ni reallik dal shundoq. O'ziga maftun bo'g'uchilar faqat o'zi eng cho'ng biladigan narsa, ya'ni o'zi haqida gap qila oladi. Bu ularning tabiati. 13. O'ziga maftun bo'g'uchilar siz faqatli ishonch qila olmaydigan kishilar bilan bodi-keldi qiladi. Chunki ular o'z maftunligini qaltis ish deb qaraydi. Huquqparast, axloqsiz, ayonkash, fursatparast, shaxsiyatchi bir turkum kishilarni o'ziga jalb qila oladi. 14. O'ziga maftun bo'g'uchilarning biror xatoligini e'tirof qilishidan yoki afv so'rashidan umid kutmang. Ularda o'zi haqida o'ylanish, o'zidan xatolik izlash deydigan ishlar mavjud emas. Lekin ular boshqalarning xatoligini bayqashga to'liq moyir. 15. Ular sizning o'zini kechirib o'tishingizni va xatoliklarni unutib ketishingizni, hammadan muhimi boshqalarning oldida o'ziga qarshi chiqmasligingizni umid qiladi. Ularning ko'pchilikka mukammal ko'rinishga tirishadiganligini hargiz unutib qolmang. Ularni tanqislikda qo'ymang. Ularga qarshi chiqmang. Bo'lmasa badal to'lab qolasiz. 16. Uyqusizlikqa, ansizlikka, tit bo'lishqa, g'am qayg'ularingizning bargan siri kuchayishiga, hatto jismoniy va ruhiy kasalliklarga mubtalo bo'lishga tayyorlanib qo'ying. Bu xil kishilar bilan aralashish jarayonidagi bu tashvishlar sizni ulardan yiroqdir deb eskartayotgan yoshirin engingizdagi sadodir. 17. Ular sizga haqiqiy qiziqmaydi va ko'ngil bo'lmaydi. O'ziga maftun bo'g'uchilar boshqalarga ko'ngil bo'lishdan iborat ijtimoiy yukni o'z zimmasidan ilayotgan bo'lib, sizni bearamchilik azob ilkiga tashlab qo'yaverdi. 18. Ular sizga aloqador zarrachilik ishnimi bilishga qiziqmaydi va shu shaklda sizni to'van ko'rib, e'tiborsizlik tuyg'usiga mahkum qiladi. 19. Siz ularning so'g'uq muomalasiga tövəndəki ikki xil usulning birida yuzlanishga majbur bo'lasiz. Ya ularning diqqətini tortish uchun texmi tirishsiz, ya ruhsiz odamdek yashab, ularning bu xil muomalalariga ko'nisiz. 20. Ular sizning har vaqt, hatto siz rag'batlantirilishga muhtoj bo'lgan vaqtda o'ziga olqish yog'dirishingizni talab qiladi. Yuqorqilar o'ziga maftun bo'g'uchilarning o'ziga qanday qaraydiganligi, ish harakat qilish usuli va boshqalarga qanday ta'sir ko'rsatganligi haqidagi pardozlanmagan realliklardir. Meningmi o'ziga maftun bo'g'uchilarga buningdan yaxshiroq baho bergim bor edi. Ammo mushu tipdagi kishilardan qutulganlarning bayonlari
Bularning buningdimi eski, buningdimi ziyonliq insonlar ekanligini dalillamoqda. Stuart Yudovskiy o'zining Ajallik nuqsonlar degan kitobida aytgandek, o'ziga maftun bo'g'uvchilarning xarakterida intayin ig'ir nuqson bor. Siz balki undaqda qanday qilishim kerak deb so'rashingiz mumkin. Tajribalarimga qaraganda, birovning o'ziga maftun bo'g'uvchi ekanligini bayqagan hamon ulardan yiroqlashish, ularning ziynidan qutulishning birdan-bir yo'lidir. Siz bu xil insonlardan qutulib, ruhiy jarohatlaringiz saqayganda turmushingizning ko'p yaxshilanib ketganligini, qadr-qimmat tuyg'ungizning asli kelganligini bayqaysiz. Bulardan yiroqlashish ba'zida qiyinga to'xtasimi, lekin bu ko'pincha hollarda zarbidan qutulishingizning va baxtingizni qaytadan qo'lga keltirishingizning birdan-bir yo'lidir. İngilisçidən Ənvər qaraqurum tərcümesi.